Xo'sh. Xo'sh. Nig'mat? Ay, to'xtama, chiqib qo'yay. Ensirayman-da. Yo xabarlantirib qo'ymaysizga, yo telefon olmaysizga. Siz nishga vaqt bunda qilaverasiz. Bolamizni o'ylasangiz, endi meni xotirjam qiling. Bugun ishkirdagi xo'jayinlarga qarang'udi. Kutmang rost eski. Biroq bizga sizning salomatligingiz lozimda. Tijorat deb jonni tikilsak bo'lmaydi, Nig'mat. Ben dikkat qilay. Ben dikkat qilay. Tamoq etib beraymi? Quzg'un to'q. Charchab ketdi. Xotin. Stechga boram amonda. Ma'qul. Voy, paketchinim qolmadi. Dikkat qiling. O'zimning bardashib bermasligimdan ansirayman adish. Nemishqa? Menimcha qarasam bek ortiq o'ylayapsan, murakkab o'ylayapsan. Qanday bo'ldi rasiliq Azmat degan bola shu pet yo'q edimi? Men sendan mush gaplarni demoqchi edim. Meni opamlar uning opasi qizirishib qopti-ku qara. Nima qizirishib qopti? Uni bilmadim. Necha kundan oldida men opam bilan Talla bozorga borgandim. Ular ikkisi uchrashib qolib, yana qizirishib qoldi. Elim yaxshi Azmatlar ikkimiz bor ekanmiz, ular ikkisini ajratib oldik. Opam uning yilqimay uchrashgan Azmat degan bola ekanligini bilib qolib, opasi buncha tarsa tursa, bolasi qanchalik bo'lmoqchi deb qoqshapli ketdi. Jon, bu jahon ajab tarjuma. Shuni demamsa. Haros. Yilqi Azmatning Odil degan do'sti bor-ku. Iliq odamning ko'ziga siq ko'rinagan bo'lma. Voy qovg'am, xo'sh ketding o'simni anglablar. Dal shu bola shu. U bola menga ularga nechbash naqsh tiks lozimligini mening yezib berishimni o'tindi qara. Ular deganing kimlar?
Ular deganim shu Azmat, Odil shular. Ishqibchi qara Nigar. Men o'ylayman, mush ikkalangning zoti bir yo'li birdeklar. O'ylab baqmamsan, necha qitim ishinglar buzildi, yana aplashib qoldinglar. Bu qitim yana boshqa bir ishlar bilan birga kelib qolibsizlar. Bunda sirliq qilsa, Muhabbat degancha shundoq sirliq nima? Qara yuzingni qizdirib ketganini. oy qachon beri bunda fasadlik so'zlarni qilgan bo'lib qoldim. Ishqibchi qara Nigar. Menchi bo'lsa, sen Azmatni ching tutqin. Uydagilarning ishiga o'ngishilib ketadi. Hay bo'ldi. Bu gaplarni deyishmaylik. Allah bir narsigini. Ishqilib, kim bilan aralashsang aralash. Lekin az harom xotinning qizi bilan hargiz aralashqich bo'lma. Bildingmi? Oy, opa. Bu men tomoq yegil chaqirdingizmi yo deshdan bagil chaqirdingizmi? Bu ishimda eshitmay qopilib ketdingizmi? Hey balam, Ha. men sening opang. Men aralashmay, kim aralashsin sening ishingga? Men g'imingni yemasam, kim yeydi g'imingni? O'zingni cho'ng bilib, mening gapimni yaratmas bo'lib qopsan-da. Voy, undaq emas, opa. Biz nemish davomli mishtimiz bilan paranglashamiz. Da boshqa temalar paranglashib baqili. Bo'ladi, shundoq bo'lsin. Amsa an Nigarning gapini bunotgan qilmaylik. Bo'lamdi? Bo'lamdi? Ondan gapini o'zingiz qilib, endi qilmayli deb. Avval tomoq keldi. Ha, ola. Men ajoyib o'xshab. Ha, o'xshagan bo'lsa yigina. O'xshabdi. O'xshagan bo'lsa ya. Men mush narsalarni buyurtgandim. Boshqa o'zingiz yaxshi ko'rgan narsani beramdiq ya. Yo'q bo'ldi. Biz narsalar bos bo'ldi. İlanamsa? Azmat ajab gap bo'lanmaydi. Ha, kelib bo'lgan bitonlar. Voy, nimanda kechikib kelsa? Voy, yo'lbek to'siqqa. Ha. Ha, ishqinglarni tanishtirish ajasizmi? Mana qilaylik, bugun bu yerga xizmat to'g'riliq yig'ilgan ekan, o'sha naq gapni qilaylik. Qanday? Nigar, bizdan yaqinda bir necha muzikimiz bitganda. Ijodiy muzika. Ha, davomli. Ha, bizdan shu yaqinda bir necha ijodiy muzikimiz bitganda. Lekin bizdan shu yilqi she'riy xususiyati yuqori badiiylikka ega bir yaxshi tekstlar yo'q. Shu yilqi kuni qarasam, siz xil tekstlarni yaxshi yozdi ekansiz. Shu sizni bir bizga tekst beramdik deb chaqirgandik. Ha? Agar sizda tayyor tekst bo'lmasa, Nigar, o'zingiz muvofiq deb qaragan boshqalarning tekstini tavsiya qilib bersangiz bo'ladi. Bu Azmat ikkimiz hamkorlashgan uzun yil bo'ldi. Bizning eng qo'rqadiganimiz shu naqsh etishda. Mayli akkord ovoz bo'lsin, mayli muzik ishlash bo'lsin, mayli o'rindash bo'lsin, mush jihatlarga diqqat qilib, mush jihatlarni night yaxshi ep berib, mush tekstga diqqat qilmay, night qurg'oq, birda quruq gap bo'lib qilishini bak ansiraymiz-ku. Shu mush night yaxshi mukammal bir asar qilish uchun sizni bir avor qilay deb o'ylagandim. Voy gap qila. Sen shunday yaxshi deyapsan. Ha. Endi biz mushjihatda hamkorlashsak, uzun muddat hamkorlashib, buningdan keyingi har qanday naqshimizdan Nigar, shu tekstning tahrirligini sizga topshiramiz. Chekit pash undashlargacha siz nima desangiz shuni qilamiz. To'g'ri-da? Ma ishkanglar gap qilinglar, bu xizmatga shaxsiy hissiyatni aralashtirib olsanglar, bu xizmatni qanday ishtigal oldi? Yaxshi o'ylabsiz Odil. Men tozda qo'yib bir kirib chiqay. Yaxshi, yangi ideyalar ol deysiz. Hey, Hamda. Voy, nimda qizmalda qiliq qildimi bola? Ya, Men jinimda uncha tav nozik emas. Nimda qiladi?
Yo'q. Oy zodi kimning hojat kimga tushyotdi odim. Ya Nigar chechilmagan bu. Men xizmatga yangi kirishgandan keyin toza kirish bo'lamadi, ko'nglingiz aman Nigar. Siz mendan o'tinmagan bo'lsangiz, men bu yerga hargiz kelmaydim jumo. Oy siz Azmatni siz bilan qattiq ko'rishga isbotga da'vatmamdingiz. Mush sattalardan ko'rsatmoqchi ekan tuxmanga. Yo'q. Qara o'ltirishlar nima degan adabsiz bola bu. Yo'q Nigar, bu shu damliq sizga qanday yuzlanishini bilmaydi. Men Azmat uchun kechirim so'rab ko'nglingizga aman Nigar. Ma'qulmi? Satoldi men telefonga. Vay. Ha, qiyimqa qanday ahvolingiz? Ha. Ha, aka, qanday ahvolingiz? Ha, shu. O ishlar qandayroq bo'ldiki? Hal bo'lg'idekmi? Tamoqni ishlar hal bo'lganda men bir nechta do'stlarim chaqirsam, shu joyda rahmat aytib, sizni bir tamoq mehmon qilaman. Yo'q, kechki tomoqqa men chiqolmayman aka. Aka, men sizni dadamdek hurmatlayman. Siz men bunday gaplarni desangiz tas qamlashmasmiki? Aka, men nima ko'rib qoldingiz? Men bir o'qituvchi. Men sizning kechki so'ringiz o'ltirgan qizlardan emas. Bo'ldi. Agar kitob nashriyotdan faqat chiqmay qolib qolsa, bo'ldi pulimni qaytarib yuting. Bu ishlam shadil tugsin. Men boramayman aka. Oyun bo'ldim bir ash olmaganda. Oy. Bir ash olmaganda. Yo'q. Boya gap qilmaysan, ham bir sir chiqib kirib lan. Olib kiribsan ro'ychi ketgan odamda. Ya ishlamam. Satoldi ya, saqtib qo'ydim. Ya, hech ish yo'q. Azmatmi ba. Nigar, bizga hozir shu jiddiy kerak bo'layotgani shu muhabbat to'g'risida bir tekst lozimdi. Sizda qanday bo'la? Menimcha bo'ldi, lekin muhabbatning doirasi bakli keng. Men aniqroq tapasanglar bo'ladi. Kechib ketanmaydigan, vasliga yetanmaydigan tengirqosh ma'nosidagi tekstlarni yoza olamsiz. Men tashib baqsam bo'ldi. Lekin siz qamlashtirib ayta olamsiz? Uyutmaychimsiz? Tul poatma, san'atining poatadigan narsa emas. Kim boshda fonatdi? Men poatmadim. Men tirishib baqay dedim. Poatgan o'zingiz. Mush ko'rganlik bo'lmaydimi? Men tirishib baqay dedim Odiljon. Ha, mencha Nigar yoza oladi qara. U Nigar yoza olg'achqa biz bu yerga taklif qildik-ku. Men yez baqay, faqat o'z odam almashtirasizlar. Ya. Bu tekstni saqlaymiz ha? Azma. Nima kichik bolda qilsa? Uni qop qilib ketkizayotding-ku. Ketkizib yotmadi, Max o'zini bog'lab oldim. Bog'lab oldi. Kim o? Nigar? Azmat, mening sizlarni konuyni o'ynabagim yo'q. Chiqib mashinangizni tazib tursiz o'ptiga. Yura chiqay. Nima bo'ldi xon qiz? Nima bo'lgandek turdi yigit? Qara. Kayfiyatingizni yaxshi emasligini bilaman. Bo'pti, bugun rayim qilay. Lekin tekstni tezroq bitirib berasiz-a? Bo'ldi, Azmat ishtiga aydigina mashina.
Azmat, sizlar qasddan chiqishyapti. Qo'ng'izga mana. Hamsa tekisdan ishlab davar qilgan bo'ladi. Ma'qul nigar hamsini qilishadi. Ma şirketki balla. Qaranglar, bunchilik ishni endi men bormasam qilolmasanglar, ya bu qaysinglar mas'ul mashqa, ha? Va bugun kechichi mashni hal qilib, at men bag'cha o'rlashtirib qo'yinglar, ma'qulmi? Men ham bir qitin deb qo'yay. Endi qaytilmayman, uqdinglarmi? Voy xotin. Ha? Ha, yo'q. Ha, meni asraq ishim chiqib qolgan. Ha, sal kechroq qaytma. Ya. Ma'qul. Ya, qaytma, cho'qim qaytma. Ha, bo'ldi. Ma'qul xotin, ha? Xo'sh. Mo'lib o'tirib ketibsiz-ku. Ha, vale. Nima ichsiz? Albatta, sizni ichmanda, ha? Meni issangizmi iching. Lekin sangdirib iching. Ajoyib bir gaplarni qilgan kutibsiz-ku. Lekin toza tushunmay qoldim-ku. Buni ko'rsangiz tushunsiz. Ma ochit qilgan talon qog'oz emas-da. Siz nima demoqchi? Qo'sqimda sizning bolangiz bor. Lekin qo'rqmang. Men bu orqali sizni qoqit-so'qti qilmoqchi emas. Uyingizni buzg'im yo'q. Lola. Rasmini bilaman. Siz meni nim ko'rib qoldingiz? Men kim mangdiz kayinda mangdigan challaq ayol ko'rinib qo'yatamdimi? Men sizni oq ko'ngil esil deb kayningizda menib qolganjimi? Siz meni qanaqa qilay deb o'ylashyapsiz? Men bu balni og'izib etaman. Sizningni oramingizni qo'yman. Ana, bo'ldi, ha? Kerakmi? Açıkla. Bakma. Ben neymiş kutlasam buldu. Tatımdan deyirim. Ha? Qanday ish bo'lsa, men deyaversiniz bo'ldi. Men qildigan ish bo'lsa men qilay.
yerlerde işligimmi yo'q. Cho'nglar qiz bolaga o'qimasimi bo'ldi deb o'qishimni to'xtatib qo'ydi. Men ularni menga mangu hamroh bo'lamdiki debdimi? Ular bir-birlab ketib qoldi. Ondan bu yerlarda ishlab jinimni vaqtim. Hatta uy xizmatchisi bo'ldim. Lekin o uydagi erlar